Assalomu alaykum. Umar avtoobunachilar yaxshimisizlar? Andijon Mosh bozoridan xudo xolasa bugun Cobalt syomkalar qilib beramiz. Cobalt narxlarini yoritib beramiz. 15-fevral bittadan like bosib qo'yaverasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysizlar. Shunaqa manfaatli videolar chiqaramiz akalar. Qanaqa moshina kerak bo'lsa sizlarga kommentariyaga yili bilan nomini yozib ketaverasizlar. Sotmoqchi bo'lsanglar o'zimizga aloqaga chiqsanglar sotib beraveramiz kanalga qo'yib. 2014 dan birinchisiga qo'ydik akalar. Yakshanba tongida 2014 kraskasi bitta qonati to'liq kraska. ikkita petno va bitta kirlo polniy kraskaga baraka bo'ladi. O'z uchun yana bir qator tekshirtirib olaverasiz. Motor, ходовой korobkasi yangi remont qilingan ekan. Mashina yurib turibdi. Konditsioner, gaz, ABS'lari bor. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. O'rta holatda endi balon holatlari ham. Salonida poligi bor, ikkinchi paysi mexanika, 438 ming yurgan Cobalt mashinamiz. Obshipkalarni ham ko'rsanglar bo'laveradi. 5 shumkada orqalarini ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu tomon ko'rinishlari, obshipkalari. Holatlarini ko'ryapsizlar. Yaxshi holatda turibdi. Zapaska baloni bor, gazlari bor, benzin gazda mashina. Bu tomonlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Ikkita joyda petno va bitta kirlo to'liq kraskasiga baraka bo'ladi. Narxi nechta so'rayapsiz, hoji aka? Uni 6800 deyapti. 6800 dollar kami bor. Generalni berasizmi? Beraman. Generalni beradi. Dokumentda muammosi yo'q-a? Dokumentda muammosi yo'q. Nomeringizni aytsangiz? 91lik 477 4006 raqamlariga aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumotni olsanglar bo'laveradi. Akalar 2014 Gansvet yaxshisidan topib qo'ydim. Ko'ringlarchi, kraskasi qanaqa edi? 30 foycha kraskalari bor. Kesib ulangan detallari. Suvalari ham butun. Suvalari ham butun. Motor, ходовой korobkasigacha yaxshi ekan. Holatini ko'rishingiz mumkin. Gazlargacha bor. O'z uchun bemalol tekshirtirib olaverasiz mashinani. Turda diska balonlargacha o'rnatib qo'yishgan mashinaga holatlarini ko'ryapsiz. Bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Chexol polgi bor, birinchi paysi 471.888 ming yurgan mashina. 471 ming yurgan mashina holatlarini ko'ryapsiz. Chexol polig, salon holatlari yaxshi holatda. Holatlari bu tomonlari, obshipkasini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashinamizda temir gazlari bor. Benzin gazda yuradi. Temir gaz bilan jihozlangan. Zapaska balon mabodo yo'q bo'lgan joyga Umar uzaman desanglar beraveradi ham. Holatlarini ko'ryapsizlar akalar, like bosish esdan chiqmasin. Narxi nech pul? 6200 dollar kami bor. Generalni berasiz bunga? Generalni beriladi. Dokumentda muammo yo'q-a? Dokumentda muammo yo'q. Nomeringizni aytsangiz? 97lik 473 2080 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Barter yo'llari ham bor. 2015 dan davom ettiramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Kraskalar qancha? Kraskasi to'g'ri, petno rektovkasi ham yo'qmi? Petnosi bor, 2015-yil mashina. Motor, ходовой korobkalari zo'r ekan. O'z uchun bir qator tekshirtirib olaverasiz. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. O'rta holatda turibdi balon holatlari ham. Yonlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlarda chexol poligi bor, roli bor, monitori bor. 248 ming yurgan video registratorlargacha o'rnatib qo'yibdi. Salonga ancha mehr berilgan ekan. 5 shumka. Orqalarida chexol poligi bor. O burchakroqda akalarga Pony Nexia 2lar, Nexia 1lar. Cobaltlari bor, stoplar ko'ryapsizlar. Narxi nech pul so'rayapsizlar? 8000 kami bor. Generalni berasiz. Mashina dehqonda turibdi. Nomeringizni aytsangiz? 93lik 889 9192 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, 2023-yildan davom ettiramiz. Qop-qorasi minaman degan akalarimiz uchun kraskalari-chi buni? Kraskasi to'g'ri, petno rektovkasi ham yo'q-a? Yurgani qancha buni? 29 ming yurgan mashina. Endi o'z uchun tekshirtirib olaverasiz. Gaz o'rnatilmadi bunga.
Metan gazlargacha o'rnatishibdi. Chexoli bor, poliga solingan 4-paysa avtomatik 29800 yurgan mashina. Metan gazlar bilan jihozlangan. Olib tayyor ekan mashina. Gazlari bor, video registratorlarigacha bor. Orqa tomonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Like deb bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Narxini necha pul qo'yamiz buni? 11,5 ming dollar kami bor. Genalni berasizmi? Yaxshiroq odam bo'lsa beramiz. Yaxshiroq odam bo'lsa genalni ham beriladi. Iloji boricha lekin plyus bo'lsa nomingiz o'tib olganingiz yaxshi. Nomeringizni aytsangiz? 90 206 25 17. Narxi? Necha pul deysiz pulini? 11,5 ming dollar kam bor. Variant yo'q-a? Yo'q, naqqa. Faqat naqdga savdosi bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Davom ettiramiz akalar. Gansvetidan video davomida oxirroqlarda yangiroqlarga o'tamiz akalar. 2013 kraskasi Peton rektovkasi ham yo'qmi? Rektovkasi bor ozroq. Endi bo'ladi-yu mashinalarda, lekin Petonsi yo'q-a? Petonsi yo'q. Motor, ходовой korobkalari hamma yo'qlari cho'tga ekan. Bu propan metanmi? Ikkosida ham yurar ekan, ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi paysa ABS konditsioner bo'lmaydi, lekin kam rasxodli yoki yumshoq balonlarda o'rta holatda salonida chexol poligi bor. Probegi qancha? 219 ming yurgan. 5 shumkada orqalarida mana chexol polig, bu tomonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Gazi ham metan, ham propan ekan. Endi qaysi biriga ruxsatnomasi bor bilmayman. Ikkosi ham ruxsatnomasi bormi? Ruxsatnomasi yo'q ekan. Bu tomonlardan ko'rishlaringiz mumkin. Narxini qancha so'rayapsiz buni aka? 6600 dollar kami bor. Genalni beriladimi? Genalni beriladi. Dokumentda muammosi yo'q-a? Dokumentda muammosi yo'q. Nomeringizni aytsangiz? 77 085 0040 raqamlarga aloqaga chiqinglar va tafsil ma'lumotni akamizdan olsanglar bo'laveradi. Bunisining yili nechi? 2015 buni qarang ko'proq chiqibdi. 2015 kraskalarichi? Kraskasi toza. Toza. Rektovkasi bor. Petnolari. Petnolari bor. Petnolariga baraka bo'ladi-da endi, hoji aka. Ko'rishlaringiz mumkin. Mashina bu ham birinchi paysi 1 euro. Ekonom lazeri bor. Ekonom lazer nima deganlar uchun rasxodini kamaytirib beradigan narsa propan ekan bu. Konditsionerlari ishlar ekan. 4-pokoleniya propan bilan jihozlangan. Yumshoq balonlari bor. Yaxshi holatda yonlarini ko'rishingiz mumkin. Salonida chexol poligi bor. 1 euro. Mexanika 534 ming yurgan mashina. Hamshipkalarini ko'rishingiz mumkin. Qayerda mashinasi bu? Iz bosgan tumanda mashinasi. Orqalarida chexol poligi bor. Mana bu tomon ko'rinishlari, hamshipka holatlari yaxshi holatda. Holatini ko'ryapsiz. Gazlari propan 4-pokoleniya. Zapaska balonlari bor. Mana bu tomon ko'rinishlari, holatlari yaxshi holatda turibdi mashinani. Kapotini ko'rsatib o'tganmiz. Mashetlarda petnolariga baraka bo'lar ekan mashina. Narxini necha pul qo'yamiz? 6,5 ming dollar kami bor. Genalni berasizlarmi? Genalni beriladi. Dokumentda muammosi yo'q-a? O'zim nomida. O'zim nomida dokumentda muammosi yo'q. Nomeringizni aytsangiz? 91 617 75 53 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar 2014 puli yengil Mokri Asbar rangda Cobalt topdim. Bittadan like deb bosib kanalga obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Kraskasi 40-50% bor. Oldi orqalari butunmi? Suvaylari butun, oldi orqasi butun ekan. Endi o'zi uchun bir qator tekshirtirib olaverasiz. Mashina yurib turibdi. 1 euro konditsioneri bo'lgan, lekin chiqarishib olgan. ABS bor. ABS yo'q degan akalar. Adashib ketyapman. Konditsioneri bo'lgan ekan, lekin korobka, motor ходовойлari korobkasi yaxshi, motorlari yaxshi ekan. Yonlarini ko'rishingiz mumkin.
Konditsioner qo'yib olsanglar, lekin bo'laveradi. Chexol poligi bor. Yurgani qancha? 650 ming yurgan mashina. 5 shumkada. Gazi metan. Metan benzinda yuraverasizlar. Holatini ko'ryapsizlar. Bu tomonlarni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Like bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'yasiz qadrdon. Narxini nech pulgamiz? 6000 dollar kami bor. Nech pulga bermadingiz aka? 5000 ga berilmadi. 5000 ustiga yursa berasiz. Nomeringizni aytsangiz? 94lik 435 0010. Aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumotni akamizdan olsanglar bo'ladi. Yangilikda muammosi yo'qmi? Yangilik ham chiqaveradi. Telefon qilinglar, gaplashinglar, baraka qilsanglar bo'ladi. Akalar, mana davomida 23-yil kraskasi-chi? Bitta petnoga baraka bo'ladimi? Bitta petnoga mashina baraka bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. 2023 ABS, konditsioner, gazlari bor, metan ko'rishlaringiz mumkin. Motor ходовой korobkalari zo'r ekan. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan, yonlarini ko'rishingiz mumkin. Like bosmagan bo'lsangiz, like bitta qizartirib qo'ysangiz bo'laveradi. 4-paysa avtomat, chexol poligi bor, 43 ming yurgan mashina. 43 ming probegda 23-yil avtomat korobka Cobalt mashinamiz. Orqalarda ko'rishlaringiz mumkin. Salon holatlari yaxshi holatda. Apshipkalari qadi mashinasi aka bu. Asakani mashinasi akalar. Metan gazlari bor. Endi metan ham bemalol olib bo'ladi akalar. Metan benzinda. Mana bu tomon ko'rinishi. Holatlari yaxshi holatda turibdi Cobaltda. Narxini qancha so'rayapsizlar aka? 11000 dollar kami bor. Genallik beriladimi? Genallik beriladi. Savdosi bo'ldimi? Yo'q. Hali savdo bo'lmadi. Qiziqqanlar 11000 dollar kam bor, genallik bo'ladi. Nomeringizni aytsangiz? 93lik 117 5107. Variant yo'llari yo'q-a? Yo'q. Variant yo'llari yo'q. Aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumotni hojigadan olsanglar bo'ladi. 2018 dan davom ettiramiz. Ko'ringlarchi, sotmoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqaverasiz akaga. Kraskalari-chi buni? 25% kraskalari bor. Yurgani? Suvalari butun-a? Ha, butun. Suvalari butun. Yurgani 260 ming yurgan mashina. Ravon paysada chiqami yo ablisovga qo'yilgan xolosmi? Ravonni o'zi ekan akalar. ABS, konditsioneri, gazlari bor. Korobka, ходовой, motorlari zo'r ekan. Endi o'zi uchun ustingizga olib kelib yo adam usta topasizmi, tekshirtirib yoqsa olaverasizlar. Poligi bor, 267 ming yurgan, 267 ming yurgan. Mana, ko'rsatib qo'yay. Orqalarda mana poliglari bor. Mana bu tomon ko'rinishlari yaxshi holatda turibdi mashina. Ravon paysada bilsanglar, necha qoramtir chiqqan. Metan gaz bor, benzin gazda. Sotmoqchi bo'lsangiz, Umar avtodaman deyin, yaxshi narxga o'zlari ham olaveradi. Buni narxini necha pul qo'yamiz? Buni 8 dan o'tib beramiz. 8000 kami bor. Genallik beriladimi? Xohlagan hujjat. Xohlagan hujjati beriladi. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, endi xudo xohlasa. Hali bermaganingiz bermagani bo'lmabdi. Telefon qilinglar, kelishinglar bo'ladi. Bunisini yili necha? Yoqtiraylik, gaz bo'lishiga qo'yib olamiz. Bunisini yili necha? Bu bizdan emas. Ha, xolos. Ha, ikkovi bor xolos. Bu yerda aviyosi bor, video davomida qo'yib ketaman. Nomeringizni aytsangiz, ayo 93lik 91lik 602 602 92 44. 92 44. Sotmoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqavering. Barter yo'llari bor. Barter hamma yo'llari bor, variantdan tashqari. Ha. 23 ta kam yurganidan minaman desanglar, 13 ming yurgan mashina ko'rishlaringiz mumkin. Kraskalari bir qarich petnosi bor. Endi 13 ming yurgani korobka ходовойлari yaxshi, men so'rab qo'yavering. Hamma yo'q, rasvot yo'q. Rasvot yo'q. Endi yangi 13 ming yurgan mashina. Salonlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Apshipkalari bitta petnoga baraka bo'ladi. Polig solingan 13700 yurgan mashina. Metani bormidi buni? Gazi qanaqa?
Hali gaz ham ko'rmagan. Gaz qo'yilmagan. Hali gaz ham qo'yilmagan. Narxini necha pul qo'yamiz buni? 11,5 ming qo'yamiz. 11,5 ming dollar kami bor. Genalni berasizmi? Yaxshiroq odam bo'lsa, Yaxshiroq, yosh kattaroq odamga iloji boricha beraverasiz. muammo yo'q. Dokumentda ham muammosi yo'q. Nomeringizni aytsangiz? 90 90 206 206 25 25 17. 17 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Batafsil ma'lumotni qochgani o'zidan olib, kelishib savdolasanglar bo'ladi. Kechikkan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Videoni to'xtatamiz. Bundan keyin akalar Nexus 3 Cobalt'ni kanalimizdan kirib ko'rsanglar bo'laveradi.